Hurmatli darsliklar, navbatdagi qismimizni boshladik. Endi ikkinchi darsimiz bu. Hop, bu darsimizda sizlar bilan ikki tugmani bosgan paytda yangi sahifa o'tib ketish qismini tahlil berishimiz kerak. Buning uchun biz mana sizlarni hozir home page'imizni ishlab bo'ldik. Hop, mana endi mana ekranimizni chap tomondan page selektordan tab bilan ikki tugmasini bosish orqali page selector degan funksiyasiga o'tib olamiz page'iga. Xo'sh, mana ko'rishingiz mumkin. O'tib oldik. Hop, bu yerda bizga bittagina home page degan bo'limimiz turibdi, page'imiz turibdi. Mana bu yerdan plus tugmasini bosish orqali biz o'zimizga boshqa pejni shakllantirib olamiz. Hop, mana bu yerdan komponent degan bo'lim bor. Ana kimga komponentlar kerak bo'lsa, mana shu joydan komponentlarni keltirib olishimiz mumkin. Buni masalan darslarimiz davomida ko'rsatib o'taman, komponentlar nimaligini. Bir-biridan ham zo'r komponentlar bor, hurmatli dasturchilar. Endi bizga komponentlar kerak emas. Bu yoqqa follows bor, ko'rishingiz mumkin flows degan bo'lim bor. Xo'sh. To'liq qilingan sahifalarning ro'yxatlari va new page degan bo'lim bor. New page degan bo'limga bu yerda ham har bitta pejni shablonlari turibdi. Masalan, kontekst qo'shishimiz mumkin. Masalan, ko'rishingiz mumkin kontekstlarni mana har bitta mahsulot haqida kontekst listlar bor bu yerda. Xo'sh, settings bor, masalan, e-commerce bo'lim bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Ho'k, oldini bosgan bo'lsa hammasi chiqadi. Demak, bizga hozir bular kerak emas hozirchalikka. Demak, create blank degan tugmani bosamiz va bu pejimiz nomini nima deb qo'yamiz bizga? Main deb qo'yamiz. Main degan asosiy page. Create page degan tugmani bosadigan bo'lsak, mana bizga main page shakllantirib olindi. Demak, home page bizga turib bor, main mana shakllantirib oldik. Demak, Figma'mizga qaraydigan bo'lsak, bu yerda bizga ya'ni mana main page'imizga mana shunaqa funksiyalar bo'lish kerak, bo'lish kerak bu yerda. Xo'sh, input, keyingisi tugmacha, yozuv va rasmlar. Xo'sh, demak, bularni ham o'chirib olamiz. Hozirgiday qilib olib, kerak emas bizga bular. Xuddi shuni yana main page'imizda turgan bo'lsak, yana plus tugmasini bosish orqali birinchi konteyner hozir qilib olamiz. Konteynerimizni yana yuqoridagidek o'lchov beramiz 100% ga 100%. Xo'sh, keyin qiladigan ishimiz esa Figma'mizga qaraydigan bo'lsak, anchagina tepadan pastga tushgan va keyin input turibdi. Keyin bizga nima turibdi bizga? Mana bunaqa shopping belgichasi turibdi. Buni ham tahlil olamiz. Demak, konteynerning ichidagi plus tugmasini bosamiz. Birinchi kolumni plus tugmasini bosish orqali biz rowni hosil qilamiz. Row elementdan ketma-ket joylashtiradi va buning ichiga bizga kerak bo'ladi bizga text field hurmatli dasturchilar bizga mana input degani va yana bitta narsa kerak bizga, bu bizga icon. Mana icon. Ekrandan qo'yib oldik. Iconni kelib olib o'zimiz o'zgartirib ham qo'shishimiz mumkin. Masalan, icon ustiga bitta bosib turib, shop deb yozadigan bo'lsak, mana bizani shopping aloqador emas chiqadi, kartinkalar o'zim chiqadi. Masalan, qaysi bir bizga kerak bo'lgan qilib qo'yishimiz mumkin. Masalan, bo'lishi mumkin bizga mana o'lchamini kelib bo'lmasa 24 emas 30 deb qo'ysak, mana birozgina kattaroq chiqadi. 40 deb qo'ysak, anchagina kattaroq chiqar ekan. Text field taqishimiz kerak. Demak, bizga qilishimiz kerak bo'lgan narsa chetlarini chiqish kerak. Hamda buning ichiga search degan so'z yozib chiqamiz. Demak, tekstlarni borderini bermoqchi bo'lsak, buning uchun widthni kichikroq berib qo'yishimiz kerak. Demak, 200 emas, 160 deb qo'yamiz. Widthimizni, input widthini. Va bundan keyingisi bizga ichida gapini tahlil qo'ymoqchi bo'lsak, text field emas, biz search degan yozib qo'yishimiz kerak. Bu uchun pastroqqa tushib olib, mana text fieldni o'chirib, search deb yozib qo'yamiz. Search. Navbatdagi qiladigan ishimiz bu shadowlarni berishimiz mumkin masalan. Input border type underline bor ekan bizga. Hop, underline nima qilar ekan? Ostiga chizar ekan. Hop, kelib olib boshqa nuqtasini berib turamiz. Masalan, underline emas, outline. Xo'sh. Keyingisi border colorlari ham bor, border width ham bor. Border widthni kelib olib masalan 3 beraman.
Border color'ni esa qora rang berib qo'yamiz. Mana bu. Yo bu qalin bo'l deydigan bo'lsa shu uchni kelib bo'lib bir ham qo'yishimiz mumkin. Chetlarini nega taxlab qo'ymoqchi bo'lsak, o'zi deyarli taxib qo'ygan. Faqat shuni o'lchami o'zini kichik qilishimiz kerak. Juda ham katta bizning inputimiz o'lchami. Va buni xo'sh, avtofokus yo'q qo'yasizlar. Nega bu kirgan paytiga avtomatik o'sha inputni belgilab turadi. Yozilish uchun. Content padding degan joyda mana bunga 20 beramiz. Ikkita gapni, voy, 20 emas, uzoq ketsa xato joyini bosib qo'ydik. Demak, bunga emas ekan, bu boshqa qism. Bottomdan 20 bersak, tepadan 20 bersak, ko'pga ketdi. Endi qo'ysak bo'ladi. Yaxshi. Chap tomondan ham berib qo'ysam, 20 berib qo'ysam, mana bu yerda. Tamam. Endi inputimiz o'zini ham tanlab qo'yishimiz kerak, paddinglarni. Mana bu yerdan kelib olib, hurmatli dasturchilar, bundan 10 beraman. O'ng tarafdan ham 10 berib qo'yamiz. Tepadan ham 10 berib qo'yamiz. Tepadan qiymat kerak emas. Endi korzinkachani tanlab olishimiz kerak. Figma bizga korzinkachani ko'rinish mana shunaqa ko'rinishdan iborat. Xo'p, inputimiz ham anchagina katta. Buni o'z o'lchamimizdan o'zgartiramiz. Demak, xo'sh, o'sha viz degan joydan 160 emas, 130 berib qo'ygan paytimga nimagadir bizga o'zgarmayapti. Inputimiz ko'rinishi. Xo'sh, mayli, hozircha shunday tursin. Keyin buni bizga birozdan keyin oldini olamiz, matchimizga bu o'zgarmaganligini, inputimizni. Xo'sh, navbatdagi qismimizda esa biza qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu nima? Keyin xohlasak mana bu yoqqa padding berib ham nima qilishimiz mumkin, o'zgartirishimiz mumkin, hurmatli dasturchilar. O'yin emas. Masalan, kelib olib 50 berib qo'ysa, mana anchagina hozirgi biza xohlaganimizda chiqdi. Rasmchamizga ham kelib turib padding beramiz. Bunga ham xuddi shuni, masalan, chap tomondan bir o'ng berib qo'ysam, mana bu chiqdi, biza ko'rishingiz mumkin. Demak, ho'p, tahlil oldik bu qismini ham. Tamam. Endi navbatdagi qismga o'tamiz. Navbatdagi qismimizda sizlar bilan qilishimiz kerak bo'lgan narsa pastki restoran degan yozuv bilan keyin rasmcha turishi kerak. Demak, buni qayerda saqlaymiz? Mana bizda kolumn turibdi va row turibdi. Rowni yopamiz. Bizga row kerak emas. Kolumnni plyuschasini bosib olib, yozuv olib qo'yishimiz kerak restoran uchun. Xo'p, yana ham shu kolumn plyuschasini bosib olib, keyin yana bitta row olib qo'yishimiz kerak 4 ta rasm uchun. Bu rowni ichiga esa rasmdan qo'shishimiz kerak. Demak, bitta rasm tanlab qo'yamiz hozirchalikka. Mana shu rasmga to'g'rilaymiz. Demak, hello worldni ustiga bitta bosib turib, restaurant degan yozuv qo'shishimiz kerak. Restaurant. Mhm. Restaurant. Endi buni o'lchamini kattaroq qo'shishimiz kerak bo'lsa, xuddi shunday boyagidek kelib olib, font size degan joyda 30. 35 ham qo'shishimiz mumkin, farqi yo'q. Font weight degan joyda masalan 500 ni tanlab qo'yamiz. Font family degan joyda bizga kerakli bo'lgan font family bu bo'ldi. Zo'r, ajoyib.
Endi buni shunday qilishimiz kerakki, yana ikki qita tepadan pastga tushirib olib, o'ng tarafga kiritib qo'yishimiz kerak. Demak, bu uchun yana xuddi shunday padding funksiyasidan foydalanamiz. Tepadan tushirmoqchi bo'lsak, bu tepaga 10 beraman. E, Chapga qarab surmoqchi bo'lsam, bunga masalan 100 beramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, kelib qoldi. 150 ham berib qo'yishingiz mumkin. 180 berib qo'yamiz. Hı. 200 berib qo'ysak, yaxshiroq. 220. Mana 220 berib qo'ydim. Tamam. Yine yozuvlarni pastdagilarni tushirmoqchi bo'lsam, pastga qani necha berib qo'yaman? 10 berib qo'yaman. Ajoyib. Endi rasmni taqishimiz kerak. Demak, rasmlarni bizga yaniki birinchida logotipda turibdi brendlar. Demak, birinchisi M-Lunch. Xo'sh, M-Lunch logotip bizga burdi. Mana shu logosi. Copy image address. Proyektga turib, xuddi shuni tahlil qo'yamiz buni. Ya'ni M-Lunchni logotipini kichraytirib qo'yishimiz kerak birinchi navbatda. Demak, bu uchun viz degan joydan kelib olib, masalan, 60 beraman. 8 degan joydan ham 60 beramiz. Ya'ni xuddi shu bizga nechta kerak edi? 4 ta kerak edi. Nechta? 5 ta ekan. Shunaqami? Demak, duplikat qilamiz. Yana duplikat qilamiz. Uzr kechirasiz. Demak, bunga bostirib duplikat. 3 ta bo'ldi. Ctrl T ni bosgan bo'lagan duplikat, duplikat bo'ldi. Rowga bostirib, bularni orasidagi masofani ochmoqchi bo'lsa, mana bunaqa main axis alignment degan funksiyadan foydalanishingiz mumkin. Rowga bosasiz, xuddi shuni ham kelib olib, o'ng tarafdan mana bu yerdan main axis alignment degan joydan ikkinchisini bossak hammasi o'rtaga keladi. To'rtinchisini bossak yana mana bunaqa ko'rinishga keladi. Buni bossak o'rta tarafga, buni bossak ikki chetga. Bizga mana bunisi yaxshiroq. Nega spesifik belgi. Xo'sh, tamom. Keyingisi KFC logo. Ko'rishingiz mumkin KFC logotipi paydo bo'ladi bizga o'z brozdan so'ng. Faqat SVG formatda bo'lmasligi kerak logotip. Afsuski hozir bizga ko'rsatmaydi SVG formatdagi logotiplarni. PNG chiqsa yaxshiroq. Demak, kod bo'ldi. Demak, davom etamiz. Hurmatli dasturchilar. Demak, buni o'z biz sizlarni birozdan so'ng tahlil qo'yamiz. Ertaroq qo'l qo'yish usulini ko'rsatib beraman sizlarga. Xo'sh, qolganlarini ham tahlil qilishimiz kerak. Masalan, bo'lishi mumkin. Qanaqa brendlar bu? Masalan, burger. E'tibor beringlar, PNG formatdagi rasmlarimiz orqa taraf bo'lmaydi. Mana bu katakcha katakcha chiqishi kerak. Mana shu PNG format. Agar bosgan paytda chiqmasa, demak, u PNG rasm emas. Bo'ldi. Xo'p, hurmatli talabalar, yana hurmatli dasturchilar, bu yerdan kelib borib, bizlar rasmlarimiz nomini ham aytib qo'yishimiz mumkin. Masalan, kelib borib, masalan, buni burger, bunisini esa kelib borib KFC, masalan, ha? Endi hamma rasmimiz nomi image bo'lmaydi-ku. KFC, birinchisidan kelib borib M lunch. M lunch. Ko'rdik-a? Xo'sh, keyingisi biza qilishimiz kerak bo'lgani bu bizaga qanaqa ekan? Pizza Hut.
va oxirgisi qanaqadir logo bu yoqqa yana o'zimizdan qo'yamiz. Masalan, buni lavash bayonaga. Bu lavashimiz penji emas ekan. Buchi. Penji rasman topishni yo'lini ko'rsatib beramiz sizlarga. Demak, tools bo'limiga o'tib olib, color degan joydan transparent deb bosib qo'ygan bo'lsangiz, istagana bu yerdan hammasi penji formatdagi bizga hozir rasmi chiqadi. PNG bitta bo'lsamiz, demak, image control nusxalab olamiz linkini. Oxirisiga bosib turib, xuddi shuni yana buni yo'lini o'zgartirib qo'yamiz. Mana hurmatli dars o'quvchilar, biz mana batay qismimizni ham qilib oldik. Xo'sh, keyingi qismimizda esa bizga bu yerda berilgan ediki, ya'niki yana yozuv hamda keyin mana bu kartlarimizni masalan qo'shimiz kerak. Shu kartni ustiga bosgan paytda navbatdagi sahifaga o'tib ketish kerak edi. Ushbu qismimizni keyingi darslarimizda davom ettiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bizda hozircha shu.